Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana jigarlar va Tayson akamiz topdik, Tayson tog'ani. Motivatsiya olgani keldik. Hozir shu uyda qurilish bo'layotgan ekan, mana shu uyni. Hashara keldi jigarlar. Xullas 70 legenda jigarlar va Lacetti 2 yil legenda. Akamiz xudoingiz yaqinlarda nomer taqargan, kreditga olmaganlar. Chotki mashina naqd pulga olgan ekan. Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Akalarimiz endi story qayerdan ko'rdingiz aka? Story kecha shu Instagramda ko'rdim. Instagramdan ko'rdi ekanman, bo'lgan hashara keldi ekan. Asosiysi e'tibor, rahmat aka, kelganlaringizga shunchalik hurmat qilib aka. Xudoga shukr, taftishlarimiz ba'zi bir auditoriyamiz yolg'iz qoldirmayapti aka. Jonlar jonimizga shunchalik taftishga qilib auditoriya do'stlar, ko'rib turgan insonlar taftishkani bosib turinglar. Odamga ishitishmasa ham qachondir baribir ishitishadi do'stlar. Mana hozir shu uyda remontiga qilib yotdim, akalar o'zlari kelib qoldi mana bu yerdan qarab. Nima deydi? Mehr-oqibat to'g'ri kelib qolgan ekan, mana akamiz bilan ko'rishib qoldik. Rahmat hammaga, bordan shukr aka. Sizga Motivatsiya bering. Tayson Lacetti. Lacetti nima endi? Lasettichilar gazini bosinglar, ishlaringizga omad. Lasettining o'rnini hech qachon Gentra to'ldira olmaydi. Motori bari legenda. Lacetti legenda, ular hamma hashaga chaqiramiz.